Mana buni basharasi yo'qmayapti menga. Mana buni bir oy bo'ldi kiyganimga, yetadi shuncha kiyganim. Yangi tapchika. Razmerim ekan. Bo'ldi. Bu meniki. Remontingi tugagan bo'lsa, yig'ishtirib qo'ymaysizlar men bu qumni. Qo'shni remontingi tugadi, bu qum ortib qoldimi? Ha, ortib qoldi. Anas qarang, qum olib keldim. Zebo, biz domda turamiz. Naqdi balkonni bir chekkasiga to'kib qo'yamiz, turadi. Yur qizim, senga kiyim olib beraman. Hozir настроением yo'q. Keyingi safar boraman, o'zingizlar keturinglar. Zebo, kasalsan-da. Sog'lom bo'lganingda kiyim magazinga borardim, kiyim olib bergani. Ketdik, men soppa solman. Bunaqa imkoniyat xatban bo'lmaydi. Bitta aytib qolganingizda oldirib oling. Mana ko'ryapsan, havo kundan kunga sovib ketyapti. Indinimni обязательно kiyinish kerak. Nimaga? Chunki indinimda keng assortimentdagi, premium sifatdagi kuzgi